Bugungi manzilimiz Qo'qon shahrida Turkiston 152-domg'ishli birinchi etaj 2 xona 3 xona qilingan. Yashash bilan birga biznes uchun ham zo'r taklif. Magazin, ofis yoki salon qilib ishlasalaring ham bo'ladi. Qo'qonliklar uchun masjidga qo'shni bo'laman deganlar uchun zo'r lokatsiyadan zo'r kvartiramiz chiqyapti. Kvartiramiz Shaldiron masjidi oldida joylashgan. 2 xona 3 xona qilingan. Eshikdan kirib kelganimizda chap tarafda kattalar yotoqxonasi joylashgan. Spanli mebellarimiz va konditsioner qo'llangan. Bu xonamizdan chiqqanda o'ng tomonimizda hammom, tualet, alohidalik va ro'parada bolalar yotoqxonasi joylashgan. Bu yerda bo'lsa zalimiz joylashgan. Zalimiz ro'parasiga oshxonani olib chiqishgan ekan. Uyimizda ikkala tarafi ko'chaga qaragan, oldi tarafida kichik bog'i va podvali mavjud. Narxini 43 ming deyishyapti. Qiziqqanlar bo'lsa egalari nomerini qoldiraman.